alamet. Hey, rahmet mehmanlar. Hoş kelipsizlar çayxonamga. Kelgan qadiminglarga muborak bo'lsin. Çay do'stlar, savirdan imomdan sizlarga o'tliq salom. Esel. Aziz mehmanlar, çay rishsi programmasi orqali sizlar bilan davomli yuz ko'rishib turyapmiz. O'sha fursatda qadam tashrif qo'ygan barliq aziz mehmonlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Shuning bilan birga aylanlar xo'shallik tilaymiz. Çayxonamizda erkin azodi ichilib, yeyilib, o'ltirib, çaylarimizni ishkash, nag'ma navolarimizga quloq sag'ash, chaqchaqlarimizga aralashqash, unutulg'isiz bir ta'sirotlarni qoldirishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Mana bu çay rishsi programmamizning tajidorligini Şinjan Romantik Oila Bezakchilik buyumlari shirkati alayda o'z ustiga oldi. Ularga muborak bo'lsin. Rahmat. Çay rishsi programmamizni Şinjan Eren Yarım buyumları teri asraş buyumları şirketi alayda qo'lladi. Uningdan boshqa yana Canan Fen Texnik şirketimi çay rishsi programmamizni alayda talab qildi. Mushu shirkat xo'jaylariga, mushu shirkatlarga chin yuragimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bu ne bu ketdi bular? Ben non yeydigan chiqib ne qarsam non bu sizlar bugun non yeydi qo'yasiz. Nimancha jiq non bu bugun? Chayxona ashuncha ular jiq non yeydi. Rahmat nonlar niyatimiz. Sen bilan men non yeyman, yomon tamlik qildik aka. Rahmat nonlarni yevatamsa? Qarash rahmat nonlar kelma u. Rahmat deb yevatamsizlar shundan. Rahmat deb hozir oshqozdim rahmat deb ketib bordim men. Oo, payzalava. Demak bu aytgan chayga non bo'lmaydiganligini his qilibsizlar-da. Rahmat nonlar emasga. Bu non degan kundelik turmushimizda ayrilsak bo'lmaydigan, har vaqt bo'lmaydigan bir yaxshi yemeklar bo'lsa. Sen unda 24 soat ayrilsa bo'lmaydigandek. Men yotganligimni yilib olaman dedim-ku. Men telefonimning qiypig'ini sevib olmayman birat. Shin xovliq yeyman-ka deb başa. Shundoq. Har bir noyisang lulyanki dedik emas hozir. Rahmat nonlarini davlat tilida sheshenan deymizda aka. Demak, bu shu nonga munosabatlik bir ish bag'ishlandi bugun. Bugun aka, seni mu qaymoqtirdik. Bugungi bu çayxonamizningki sohibxona, mushu Rahmat soda shirkatining xodimlari aka mana bu shirkatningki akaga nonlarini biz yeb o'tadik shunga mana. Demak, non shirkati degina? Non shirkati. Bu Navoiy deb olgan non shirkati deb bo'ldi ekanmi? Bunda ishlar odamlar. Jo'mmaydan nonlar aka mana bu. Boshliqmi? Nurak non deb qo'yamiz mana. Rahmat muborak bo'lsin unda bo'lsa, rahmat. Voy. Ma bo'pti mana. Choylarimga nonlar ulishibdi qo'ymamdan. Mushular shu kanda, ha? Ular Navoiylar qaraydiganlar. Navoiylarni boshqardiganlar degan. Kostyumlar bilan o'tirib, "Shushan Navoiy akalarim ketaymi?" deymi degan umaqa sizlar aka. Ya bular Navoiy bo'lsin, mayaqlar to'nuvmamsan? Ya men mana o'tirdi aka. Men ko'ngli bek tuzlangan bir odam yomonlik yo'q. Soma rahmat nonlarga rahmat degim kelyapti meniki. Esel. Mushu çayxonam yangi ichilishi bilan mushu choyni qo'yib bersam bo'ldi deb nonni o'ylashmabdi ekanman. Demak, mushu hali bo'ldi. Nonning ishimi hali bo'lib ketibdi emasmi? Bumi yaxshi o'g'ini. Ishqilib çayxonam kundan-kunga bo'lyapti, nonlar to'shyapti degandek-chi. Mushu o'rinlar to'shib ketsa texi yaxshi. Kavobchi bilan bir so'zlashyapsiz. Non degan bu etgan choyg'il emas. Gündelik turmuşda mushu gündelik turmuşimizin faqat ayrilsa bo'lmaydigan bir yaxshi yemeklik deymiz. Shunda amadilka. To'g'ri desa ukam. Bu non degan yemek-ichmek madaniyatiniki gultaj. Yadrosi. Hamda non uzun yillardan buyon xalqniki ajri emgiga hamroh bo'lib kelgan. Bu non hech qachonda isil so'rlarda kat sorularda kam basıp olmaydı. Hem kam bulmagan. Doğru. Ay esel. Demek bana aka. Çayxonam ichilib necha kun bo'la bo'lmayla çayning o'rniga nonlar kiryapti-da. Nonning kirgani shu, ris kirgani-chi. Ris kirgani bu shu. Xo'shallik ishyapti juma ish qilib çayxona ichib qo'ygan bek yaxshi bo'libdi. Demak birdan ashta to'liqni ketdigan o'xshaydi, ha. To'g'ri, rahmat sizlarga. Chunki kavoblar kiramdi. Mehmon kelib qoldi. Yaxshimi? Qadaqam yaxshi muborak bo'lsin aka, yaxshi turdingmi? Gul, ayolim ikkimiz keldi. Bundan anglab
Fakat çidimay. Bizge telefon qilmabsa özümüz kelaverdik. Moşerin isilde mana. Bazı unutup kaldık emiz aldıraşılıkta moşerin acımı da pek aldıraşıp kaldım. Kapımıqını koşuldum. Az olsun kanımızda. Rahmet. Mübarek olsun. Gülün teştigi yok. Testigine marketing kelgan chiqim. Muş abetini yak kamkıtın esan gepini qılıp atatdık bu mu? Yaxşı vaqa to'liq Mishlab mo'yin vaqtlarda yig'inadan unutib qoldan ishlab qoldi. To'g'ri. Men to'yimda udli qo'shnim unutib qolib ekanman. Qani unda ham mehmonlarni boshlaylik. Çay qo'yibkan. Marhamat. Bile kelgan mehmonga meni berib joy qo'yamiz. Savardon aka, Xo'sh. degan choyxonamizga yana bir qiqas mehmonimiz kelib qopti. Kim o? U bu shimiz shu Ejdar Shaqning inisi Zahir Shaq degan bir akam kelib qopti. Bu akamning akasi Yamg'oyoqdagi bilan bu akam Naqshida demasman. Lükçek. Chaqchaq qilmasa qo'ladi shu esti Zahir akamga. Shundaymi? Keynimizga adam sevadigan bir qo'yib. Chaqchaq aka qo'pab beramiz aka, iningizga beraymi? Isil. Isile. Maşallah. Sayırsa ilimiz yaxshi. Mang'ıным unumaydı. Qadamg'imi ching'liq qilam deyman bak. Salam ustozlar, naq maydondagi aziz mehmonlar, shunaqla ekran oldidagi aziz do'stlar, hammangizlarning hamma vaqti xayrli bo'lsin. Shu Çay Reşitisi programmasi orqali sizlar bilan didorlashganligimda intayin xursandman. Shu munosabat bilan huzuringizlarga ustozimning naqshlaridan, ya'ni Şaira Çimengül Avat tekstiga Ustaz Mahmud Sulayman musikasi bilan Navruz Gülüm nomli naqshni o'rlab passam. Marhamat. Edlerini her gün bana sana aşık yollarımda uçurdun ne can iter. Sana aşık yollarımda uçurdun ne can iter. İzdinish, ügünish ve tefekkür qilish parlaq nishonga yetishdagi muhim qadamdir. Hamkorlik ve o'zaro qo'llash murakkab ve inchki jarayon. Ishonish hamkorlikning asosidir. Tayyorlikning bitishi safarga otlanishning tunji qadami. İzdinish ve tirishish natijasida Xinjiang Choy Rishtisi savdo cheklik shirkatini qurib chiqdim. Choychi markadagi choylar hammalarning dil rishtimizni tutashtirib I'm feeling good. I'm feeling good. Haqsiz mashinaga erishkiniz bormi? Xinlikan inzin fermentidan chag'alliq alaydi faoliyat. Faoliyat mezgilida 120 ming yuanlik vakolatchi bo'lgan oldingi 100 vakolatchi 145 ming yuanlik bek dala mashinasiga haqsiz erishalaydi. 3980 yuanlik vakolatchi bo'lganlar sog'lomlik sohasi bilan shug'ullanuvchilar cho'qqin bejirish tegishli bo'lgan sog'lomlik yetakchi kinishkis tarbiyalashiga haqsiz qatnasha oladi. Men E'tibor To'rsoy shaharchisining quruvchisi Asqar. Xalqimiz sog'lomlik uchun men Xinlikan inzin fermentini tavsiya qilaman. Endi Adil aka, Xo'sh. bugungi bizga alayda choy quygan Sayıpxan egalarining yurak so'zlarini anglag'ash ular bilan bir tanishib olsakmiki deyman, ha? Hem anlaymiz, hem tanışıp olamiz. To'g'ri. Hem tushunib olamiz bu. Shu. Marhamat. Çayxonadagi barliq mehmonlarga o'tliq salom. Men o'zim rahmat cheklik shirkatining qurg'uvchisi Abduqayim Aziz bo'laman. Kelgan mehmonlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bizning shirkatning maslahatchisi Bashal Ma'lum yaqfazmaysa jiddilashib qoldim. Yaxshimsizlar, barliq Çayxon Reşitisi programmasiga qatnashgan mehmonlar, ustozlar, do'stlar, shundaqla ekran oldidagi barliq ko'raman do'stlar. Men igilik tiklash yetakchisi korxona maslahatchisi Mashal Muallim sizlarga sevgili salomlarimni va oliy hurmatimni bildiraman.
Şuna bilan birga ishlaringizning texnik utuq bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman ham tilakdosh bildiraman. Endi Abduqayum akam bundaq so'rovlarda so'zlab to'magandan keyin bu akamiz ham sal jiddlashib qoldi. Hech qisi yo'q. Endi uzun yillardan beri ham amaliy savdolar bilan shug'ullanib bundaq sahnalar nutq so'zlab shundan keyin bu normal ahvol. Endi bu akamiz meni maslahatchi taklif qilgandan buyon endi bu akamizni men cho'nqur tushundim desam bo'ladi. Biz endi ilgari bu hamronlarni rahmatlarni yeb yurgan bilan toza tushunmabdik endi. Bu munoiti katta bir kasb bo'lishidan birga jafoliq kasb ekan bu-chu. Bu akamiz davomli shu to'nirga engish nonni yiqib, jafo tortib endi shundoq yuravergan gap. Endi asta-asta zamonning taraqqiyoti bilan bu non bizni bu non madaniyatimiz taraqqilib hozir shirkatlashib, kooperativlashib, bunda bir holat keldi. Shuningdan menga maslahat so'rab, shu nonni bozorga yuzlantirishda texmi cho'ngroq ishlarni qilsam, texmi ko'proq odamlarni ish qo'rlashtirsam deydigan shunday bir yaxshi orzular bor ekan. Shunga maslahat solib ketdikan, men buni anglab noyat xursand bo'ladi. Chatoq aka birga qilaylik bu ishni. Biz bir malgiz bo'ldim, shu ishlarni birga qilyapmiz. Shu jarayonda men burun kunda yeb turgan bo'lsam, bu nonning turining bunchalik jiqligini, ko'pligini, har bir yurtning o'zi xos nonlarining borligini, ham bu non ishlay jarayonidagi jafo mushaqqatlarni, ham shundaqla buning ishlatayotgan xurishlarni ish qilib deb tugatkusiz bir ishlar bor ekan buningda-chu. Ajoyib bir bilimga bu. So'zlab tugatkul bo'lmagandak bir soha ekanda. Men bu tushungan siri texmamda faxrlandim desam bo'ldi. Shu non madaniyatidan rasmiy men haqiqatan faxrlandim. Endi bu non bizga bayatdan hamda adlikamlar bu abay og'inimiz degandek ishqilib biz safarga chiqsaqmi, ilib oladigan, uydami yeydigan, mehmon kasim qo'ydigan, har qanday esil odamning oldiga qo'ydigan, odatga odamning oldiga qo'ydigan shunday bir universal yemaklikka. Buning eng yaxshi yeri saqlash muddatining uzunligi. Uningdan boshqa salomatlik bo'lgan buning foydasi degandekchi. Buning bir xil ilmiy yemaklik ekanligini men shu akalarimiz bilan bilish jarayonida ajoyib bir tushunchalarga ega bo'ldim. Endi men bir korxona maslahatchisi sifatim bilan endi bozorni bekor qo'yilishim. Uningdan boshqa endi asos bizni o'ylaydiganimiz ham bir korxona bilan odatki savdogarning cho'ng bir farqi bor. U nima degan vaqtida korxonchi jamiyatga cho'ng bir qiyinchilikni hal qiladigan odamchi. Jamiyatga bir qiyinchilikni hal qilamiz, korxonchi olmaydi. Bu akimizning ahvoliga qarasam, garchi korxona bilimlarini cho'nqur bilmasimi, jamiyatga nihoyatda muhim bo'lgan bir masalani hal qilib kelyapti-da. Yana bizniki shu kundalik shu vaqt tamaqimizda, shu vaqt dasturxonimizda endi bizga amra bo'lgan shundan nonlarni, undan boshqa safar nonlarni hal qilib, nurun qiyinchiliklarni hal qilibdi. Endi men qarsam buni bozorlashtirishda hozir qiyinchilik bor ekan. Shuning bilan bu akamiz o'zimiz tarbiyalanyapti. Bu inimiz bosh direktor hamda bu yoqni tarbiyalanyapti. Biz izchil yetaklab ma'lumotimiz. Undan keyin bu korxonchilikda hamda masalan shirkat qonuni bo'ladi, to'xtam qonuni bo'ladi. Boshqalardan to'xtamlashga vaqtida bu shunday bir ishlar duch keldik. Bularni o'rganyapti hamda. Eng muhimi men bu shirkat kelgandan buyon bizning qilgan eng bir faxrlangan ishimiz nima desa, biz shu muhit asrashga to'kib qo'shdik deb qarayman. Bu nima degan gap desa, biz hammamiz bilamiz hamda an'anaviy to'nirlarda, ko'pincha ahvollarda shaharlarda biz kuma bilan noyaqimiz, shundaqmi? Yez qishloqlarda o'tinlar bilan noyaqsaqmi, ham shaharlarda qulaysiz. Shunlashqa shu kumada noyaqadigan shu ahvollar bor. Bu kumaning issiqida hamda bu muhitni bo'lg'aydi. Yana bir jihatni aytganda hamda yemakligimiz singib qoldigan bunda bir ishlar bor ekanda. Biz muzokara qilgandan keyin birsi muhit asrashga bu yaxshi emasga. Shuna biz hukumatniki muhit asrashga bo'lgan chaqiriqlar ovoz qo'shib tez suratda bu to'nirlarni o'zgartirib issiqmaydigan to'kliq to'nirlarni almashtirib, uningdan keyin shu buni qo'shgan ba'zi xurishlarni masalan yerlik pagilarni ishiltish, tabiiy bo'lishiga kafolat qilish, masalan ularni tanlab ishiltish, uning ishlatgan xurishlarni tanlab ishiltish, nurg'ulon xizmatlarni yaxshiladik hamda. Shuning bilan buning sifatmi ko'tarildi, inovatimizmi oshdi, jigarlar qayta iste'mol qiladigan. Uningdan boshqa Shinjang ichidagi har qaysi yerlarda vakolatchilar bo'lgan, uningdan boshqa ichki o'lkalarga mangan kishilarmi ilib oladigan. Ham shundaqla biz bilan hamkorlashayotgan ba'zi ahvollar yuz berdi hamda. Bu bir xo'shallik ahvol. Yana bir so'zga vaqtida nurg'ulg'an odamlarni tarbiyalab, hozir hamda ish o'rniga chiqqan nurg'ulg'an do'stlarimiz bor. Qo'shimcha kasblarni qilayotgan nurg'un do'stlarimiz shu nonlarni setib, masalan, tanlov bozorlarida qo'shimcha bir kirim qilayotgan ahvollar bor.
maxsus mush kasbni mush akalarimizniki yardım bilan uygunib, hunarvan bo'lib, ularni o'z oldiga mushu rahmat nallar, amronlarni yiqib setayotgan ahvollar bor. Mushu jihatlardan ham men buni xursand bo'ldim. Bundan keyin ham yana qanday ishlarni qilmoqchi? Bu to'g'riliq shirkatniki CEO'sini bosh direktori men o'chog'ini inshaallohni kelgusi taraqqiyotlarni so'zlab pas texmo yaxshi deb qarayman. Shunlashqa mush inimiz bir so'zlab bergan bo'lsa. Salam, şu çay yarışması programımıza qatnaşqan aziz mehmonlar. Şinjan Rahmat Suv Çekilish şirkati baş direktori Abdushukur Abdulazizdan hammalarga o'tliq salom. Bizning bu shirkatni dastlabdan Abduqo'yim akamiz 83-yili Yengsarliq dangliq usta bir avlod davomlashtirgan dangliq usta Abdurim ustadan hunar o'rganib 83-yildan boshlab o'rganib 87-yili hamda Urumchiga chiqib kichik do'kon shaklida ochgan. Ichib bu do'konlarni hamda ichish jarayoni ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqadi. Endi 2003-yilga kelgan chaqda Rahmat Akhuqlar Navoiyxonasida meni bu yoqda o'tgan Tahir Kam bilan birga bir do'kon ochib Akhuqlar Navoiyxonasi nomli do'kon ochgan. 2003-yili Emra markasini engaldigan, 2006-yili kelgan chaqda Rahmat markasini engaldidi. Endi shu jarayonda shu shirkatga bo'lgan ehtiyoj nihoyat yuqori talab bo'ldi. Nalla nihoyat yaxshi setildi, sifatim yaxshi bo'lgan ekan, mel ishkirdan xaridorlar kelsin. Her cihetten kelgan vaqtida hamda ular hisobda bir shirkat nomiga bir ashnanda to'xtam tuzishga ashla ehtiyojli ekan. Bu shirkatinglar bo'lsa, bir taraqqiy qilgan bo'lsanglar, ashla bir cho'ng shirkatlar bilan hamkorlashsak bo'ldi deganlik uchun biz shirkat ehtiyoj tushib 2011-yili Şinjan Rahmat Suv Çekilish shirkatini engaldirib, shu shirkat nomida tijorat qildik. Yani bu jarayonda hisob ishkirlarga nurg'un keng xalqimizning nihoyat yoqtirib yeyishiga erishdi analarimiz. Ham shu o'quvchilarning masalan ta'til vaqtlarida bizim do'konlarga kelib nallarni ilib ketishiga, shu savdogarlarning ishchilaridan nonni bizning nallarimizni amro qilib, so'z safarlarga amro qilib olishiga aytib bir osonliklarni yozib berdik. Hem yaqindan beri shu Jongtong tiz yetkazishi, masalan Shunfeng tiz yetkazishi bilan hamkorlashib, biz faqat biz telefonlam qilsa yoki to'rda zakaz tushsa, bevosita ham demiş do'konimizda turiblam ishkira o'lkalarga bo'lsin, hammaga hamda qulayliklarni yaratib beryapmiz. Hatto cho'nglarimiz hozir sayohatga borganlar ko'paydi hamda. Şu jarayonda aşılağımı sifatli nallarni hisobda ishlab chiqarib yetkazib beryapmiz. Bundan keyingi bizning nishonlarimiz bo'lsa, ana shu Rahmat Suv Çekilish shirkati nomida texim ko'plab zanjirsimon do'konlarni ichib, mana mashal ma'lum turibdi. Ana shu mashal ma'lumdan maslahatlarni ilib, zanjirsimon qilib bo'lsa, butun Şinjan doirasi, hatto mamlakat doirasiga tarmoq do'konlarni ichib, endi bo'lsa butun mamlakat har qaysi har millat ommasi bevosita hamda to'nurlarimizdan issiqni ola oladigan holatga yetkazishga biz nihoyat bir tirishchanligimizni ko'rsatamiz. Ham bu irodamizdan qat'iy yonmaymiz. Qapirmasang, nanni sağa yeyish kishtal cho'tashirasan. Feyzo ekan, nallarning qiqasi. Lag'manni mashlaq vaqtida qatirib opirib beralamsizlar lag'manni. Yo'q, biz unda qilmaymiz. Yo'q, uni qilmaymiz. Faqat nonni, nima desangiz shuni qilib beramiz. Nallarimizni nihoyat turmunji qilib ketdi. Sufti yaxshi, xurumi yaxshi nall ekan bu. Meli kichik bolalar bo'lsin, kichik cho'nglar bo'lsin. Ziyon qilmaydi. Hammalar ziyon qilmaydigan. Ziyon qilsam ham undan dechanda. Gap qisasam qarab. Shu foyda qildi-da. Foyda qildi. Bir xil tunda xiljib bizim chiqdi. Qaysi pul qaldiki? Ya ana paysini datam sizlar. Bir xil tunda qanchalik non chiqdi? Mushuniki paydasi qancha? Mushun uchiq dapansiz xalqmi mushunda bir navoiyxonlarni ichib tur. Hammasi bo'lsa hammalar uyimizga birdan navoiyxon qildi. Anında şirketga texim foydasi bo'lamdi deb qo'yayman. Uni sizga deb bersam ham shirkat kelib navoiy bo'lib olaman deb bizning ishimizni atmayman. Ben demoqchi mana. Bo'pti emas, bola sana bir Ba'zil DVD-da qarang'ishlar. To'g'ri dars so'z bo'ldi emasmi? Ha, bo'ldi, anında o'rgansak bo'ldi ekan. Esin. taqtuqqan nalan yiqib kelsak agash. Bu shirkatning maxfiyatli ekan, buni oshkorlab bersak. Ha, u ta'sir yaxshimaydi, to'g'ri. Mashallah, dedingiz, men savolimga to'g'ri javob berdi. Bir nomer beriz, nanda ikkisi sizga mukofot. Rahmat nallardan. Hamra nallardan bir yechik so'g'at. Bir yuma yechakka qolib beraylik. Shnavoy po'yit chiqibdi qaray. O'tiriblar. Men bir xaltunda men bir tal nonni pishira olmayman. Desa yana bir navoy qopab, "Ha, sening olsang kenava seniki." Mana men 3 xalt bunda
birla non chiqirib men pishira olayim aytsa yana birisi hoy sallangmas ekan deb 10 xaltuni javbanjiga besibla xumdan qaydab kirgizib deydi. Hayat bir şey. Ben non to'g'riliq bir yumor dedi, javlab mening bir efendimninki bir yumor esim kelib qoldi. Efendim uzun safarga atılib qapti. Yo'lning yerimida chiqqandilar, elib olgan oziq-to'liklari tugab. Mush qo'shiq vak ichib ketibdi. Bu odam zodi aytib bir tasdiqda bir yeziq berib yezning navoiyxonasiga qatida qarshi navoiy degan nallani chiroyli nalla deganni yiqib tizib etgan. Olay desa pul yo'q bu odamda. Asta bardi ekan. Berib ustam, mush nallaning hammasi sizningmi? Ha, mening. Desa deb. Eşi yo'g'o nallami sizdan. Voy, mening kimning o'lati? Qanday odam mavot? Oppoq nallami sizdangmi? Yo'q, qanday odam mavot? Mening bo'lmay kimning bo'lsa? Oşinchilar nimiz turib, nimiz yemaydigan so'z degan. Bu siga ichib ketgan. Shu chaqdan ba degan gapda. Efendimning yumurda yana birini deb beray. Bu efendim bir kun bozorga kiribla, bozorlik qilibla, xo'jinni juturib qo'yibdi. Oyoldan baq o'qidi ekanda. Mushu tushkicha xo'jinni izlab topolmay, axir solpib uyga kiribla ayoniga. Xo'ton degidek. Bugun bu bozor kirgan odamning hammasi mushu xo'jinlarni juturib qarang. Sizningcha menga aytgani jutib ketgan. Cemaat nonning gaplari chiqib, hammayda non bo'lgan ekan, o'sha nonga aloqador yumurlar qalbimizga kelib qoldi, bilib bilmaylik. Menda bir qiziq shuga men bir deb beray. Biz işte aşkan tamak yetib, nonning gibi chiqaldi dedim-chi. Sonra bir aqidimiz deydi, men adashmışım non ajoyib omroq. Murabboni non bilan yeyma, qo'ymoqni non bilan yeyma, loza chuqsuni non bilan yeyma. Senchu dedi, men nonni non bilan yeyma dedim. Nonni non bilan berdi. Rahmatlarni Emranlarga tekkizib. Hem bek yaxshi bo'ldi. Qattiqda birisi. Ağaynam abay so'radi. Ada sizni qor basam deydi. Adam degan qor besib turdi. Seni basmamdan so'ng meni faqat basmay deydi. O'y sen nima ish qilsan? Men Navoiy degan qor besib bilan qo'yib olsang kim basadi seni? Olma qag'inimiz kene. Bular o'z qor besishdi burun o'tdigan turibdi. Qorni bo'lib basadi odatda. Ularning hayotida bir umr tushni chala ko'radi. Ya, endi ulab ko'rib olaydi. Ko'ra olaman. Men ishtaqo bu haq hammasi o'ylardalik janshin fan yana bir nima qilib jo'shu qilib qo'ydi ekan. Men bir o'yini bir yig'iz o'yini tushxonalik qilib bezab qo'ydim. Qanday tush ko'rgan bo'lsa shu uyda chiqib ko'raman. Balalarımga ösmürler şu dep düşler qo'lingizga qo'yib beraman. Onun ustiga mening tushirib govching holatda ko'rishlar. Bugun ko'rib ma'lum yerga kelganda o'g'inib kelsanglar, qanday vaqtda uxlasanglar oxirini shu yerda boshlab ko'raylik. Bu da men 27 qismli tushini ko'rib qolibgan, biz 10-chi qismiga keldik. Allah. Endi bugun kechich non yeb tushadigan bo'ldik. Ha? Yerdan non, avo. Kechich nollamdi. Tağa siz neçiler girdiniz bu yıl abi 80'de? Dadısıdan küçüktek durmadı. Töyüzledi bağ mı? Töyüz 3. Töyüz 3? Töyüzledi bağ. Kara bağ davatmam dayım. Köreren gözünden tansıqtadık adamlar mı o? Burun tonu yok, kumluktan ayağa katıyor bakım. Kastım acayip yarışta bay. Mikrofon tutup yüzünü taşıvet deyip eski. Ya tağa. Obdan buğumuz. Bir ömür tonunun töpü dili peşki düşkün önüme de. Müşakımı bir tonuğu mündürüp ekepti dedi bu. Ombak tağımız gene tağa. Meşalka sizce? Meşalkam bir ismi... Sondan Cansu kıldığı ne mi? İsmi Yakupcan, ismi Meşal. Aç tonuğu tutuşturup bırakan Meşalka. Şunu tek kılgan Meşal. Nanның gepini devirip qo'sqimni ochirib etdim. Bir kun nanның qo'sqa ichib o'zini yeyib demez. Yeychi. Sizce aka yaman kapaklarımız Türk akamızdan şirkete talışıyorduk. Sizin kolunuz kalgandan tötkendil keçip biter aka. Ya aynı aksa karşı kaşka galasıklama karga takıp aptı bakın.
Omak akımız ekan. Ha, o'zingizni quchoqlamang, o'zingizni quchoqlamang. Hayotda hech kim quchoqlab boqmagan, shuni o'zing quchoqlab. Mush ko'zangga taqadigan balimi Navoiymi aka? To'g'ri. Voy, bu to'ningni teshig'i yoqadi bu. Bu ko'zoynak taqqanni doktor ochdi, Navoiy Ha, Navoiy ochdi. Navoiy ochdi. Bala qaravatdan nallar yoqadi bu. İntamlığa yaqilgan nallarda siz. To'ningni ichini qizitib teshig'iga qo'ydi ekanmiz. Chiqib ketgan nallarni shonka bilan dislab turib olgan. Bular nonlarni tadqiq qiladigan professor. Kichik nallar bor ekan, mikroskop ko'rdim. Bir tal sirni ko'rib. Professordek turdi. O'ttirdiki bola chumavi, ximiya turishdan shayda qildi. Ay, yo'g'on bir taniga liq-liq ximiya turish qilib oldi ekan bu. Bugun bir ximiya turish bo'lib ketib, do'konni besib olibdi emasman. Sizmi gap qiling aka, Omoqat avliyadagi o'tamaydi. Hamkorlar sana bo'ldi aka, anani yap bo'lib, kayni sizdan nimangizni tushunib yursa aka. Ajoyib peyz bo'ldi-da. Gapmi qolmabdi bu odamda. Ya gap kunda ikki qiz gap bilan chiqadi o'ydan. Yaxshimisiz? Maqamsa ikki qiz gap bilanlar. Bugun to'rtta qiz gapni jiqilib yetib, mingsi qancha emasmi? Ya aka, gap deganim yo'q ekan aka, siz bir o'tirib qo'yib qo'ydingiz sizlar. Yo'q, gap demiş qildi, to'noda tilini ko'ydirib oldi. Nanni söyledi akamiz shuni, Feyzovan. Gap qiling aka, sizmi kortdan keyindigada? Bak, Omoq akamiz kim? Kortdan keyin. Kel Karol'daki adam ne demeksin? Karol. Matkadan keyindiki o'zi. Ama chish pastisi bek yaxshi keldi. Qiqasga og'zini mozg'ab chiqib ekanmiz. Past emasga bu. Qimmatgan deb g'arg'ar qilgan suvni ichib yetdim men bay. Gami. 80 koy chish pastisi degan 80 koy deganimiz bunda geometrik hesaplaganda 79 koydan bir koy jiq degan gap. Emranallarda 600 kilodan. Shuni yanalanmay chish pastisiga o'xshaydi. Hamda tishing cho'tkilmay yeysi deganda 80 koy ekanda bu. Mening tishimga qag'alinga qaraganda 3 ketdi. Rahmatoy, vallahi ajoyib qizlar qildim. Alamet bo'ldi. Adilka, chaqchaq ömürlar tez bo'ldi. Ko'nglinlar ammanlar chaqchaq deb bo'lmaydi, tulmaydi, shu ishlarni qo'ymaydi. Ha bu ham chayxona o'g'il kelib deb chaqchaq qo'litgan. Endi bugun deyman Adilka bizniki shu el suygan xalq san'atkorlarimiz mana tayya bo'lib qopti. Mushu xalq san'atkorlarimizniki bir esil naqsh musiqalardan bir anglamandiq aka. Yaxshi. Qani marhamat. Marhamat. Akan
Savurdu ukam. Hoş aka. Abay. Bayatdan sizlarning gaplaringni anglagandan nandaqida men cho'nqir xiyollarga cho'kdim. Ham nurg'un olimlardan, ustozlardan anglaganlarimni bir eslab o'tdim-da. Bayatdan shu rahmat shirkatiniki liderlari ham mashal ma'lumniki tushunchalarini anglagandan keyin bu nang bo'lgan tushunchim taqim cho'nqirlashdi. Bayatdan mana ham chaqchaq aralash, ham o'zinglarniki ifodasini bildirib tushunchinglarni degash. Masalan, Abay dedi buni Nasr Efendimning vaqtida nanni mundaq deb degan gaplar bo'ldi hamda bu bir hamda rivoyat yoki yumorlar bo'lishi mumkin. Javlan inimmi siz 4 yosh kirdingizmi degan gap bo'ldi. Anadan keyin boshqa liderlarning deyishicha bu burun ota bobomizdan qolgan mushnaq bir hunar degan gap. Demak, davr atlatida oldiga. O'ylagandan keyin men bir mushu nonni tadqiq qilgan bir olim bilan bir yerda bir tanishib qolgancha men bu nonga bo'lgan tushunchim bak yo'q deyarlikdi. Shu vaqtda non degan asli mundaq narsa ekanda deb bugun endi shu rahmat shirkatiniki nonni oldimiz qo'yib turib bularniki igiliknikin taraqqiyot to'g'ri qilgandan keyin men aş ma'lumning gapilar bularning gapi o'xshash chiqmadi dedim. Mening anglashimcha hamda mundaq ekanda bu nonning tarixi 2000 yildan oshir ekan. Ayni zamonlarda hech qanday qo'l hunarmand davri kamga vaqtlar bo'lgandan keyin nonni ximini dehqonchilik bor. Buğdayını o'riblar, tugmanda ezib chiqarib, ximir jo'rib faqatla buni cho'q hukmat deydigan. Hozir bizningki Janubiy Shinjonglarda band bu ko'mash deb qo'yamiz. Başdagi bosqichlarda ko'mashlar yeyilgan bu. Hozir bizning yavatgan ko'mashlarimiz ayni zamonlardagi burunqi ata-bobolardan qolgan hamda yemeklikning bir odatlari. Undan keyin taraqqiy qilib sapal qaçılab, payda bo'lib, uningda anadan keyin qo'miltiratning bizning yapma deydigan mishnaqliq yapmanallah payda bo'lgan keyin. Uningdiki yana keyin bir davrlar o'tgandan keyin qozonlar shakllanganda, mis qozon degandek. Ana vaqtda qozon nima? Pishirib yedigan. Keyin anadan keyin barbara taraqqiy qilgandan keyin buni hamda shunaq qo'li chivar aqlliq bizningki nonvoy ustozlarimizning qo'lida mushnaq bir xil chiroyli bo'lgan non shakllangan u vaqtida anandan keyin bola kesakda qumdan shakllangan xam kesakdan keyin qumdan shakllanib kesakni pishirib to'no yasab uning o't qalagandan keyin buni bir çoğu asıl bo'lgandan keyin buningda bir pishirganligini aqlli odamlar bilan ijod qilganda qilib ximirini jug'urib buni hamda mundaq yavatgan. Masalan, ko'mash yapma yoki bo'lsa qozonda hech qanday hunar yo'q-ku buningda. Mananda hunar bor. Bizalgan nonda ma. Shundaq, bizaklik non. Nonvoy. Navoy emas. Bu nonni voyaga yetkazgan odamlar ekan-ku bular. Bu asli non. Buningda endi voy ekanda. Ayni zamonlarda o'zininkilik yaxshi ko'rgan odatlar bo'yicha Qashqarda bir xil Qashqar nonlari, G'o'ljining nonlari, Kucha nonlari yo'g'on. Turpanning pomnalları deb qo'yganda har xil jutlar o'ziga mos keladigan oddiy shakldagi nonlarni yeyishni boshlagan. Endi tadrijiy taraqqiy qilish jarayonida bo'libmi hozirgi davrlarga kelganda nonning turi 400 xil nashir keldi. Hadi nonning turi bekchiq. Maxsus non yaqadigan cho'ng karxonlar bor. Shunday deyman, Bağandan keyin buni endi nonning shaklini jiqaytmaslik bo'liqi zakasga qarab bo'layotgan gap hozir. Hozir. Bekchiq. Yo'g'ini va
tamdak yıkıp koygan nallı var ekan endi. Onu e'longa chiqardiganga yoki tashviqot qilishgan. Hatta kichikleri var. Bunun adı tarihi ak görünüşü var da bunun. Mesela nanninki bizim Qashqar taraflarda köperek piyaz saplap yakımız endi bunu. Bu nanning nemişki piyaz ya bununla olma. Ya komsa bir çingsa ya ki komsa çeyz yemeydi demiş ki piyaz sökeydi geçti. Bu nanni yeyiş arkalık qo'saq to'yizgandan boshqa piyoz aralash yoqsa birisi yaxshi singdi anki qamisi tushirdi qonni suyuldirdi buni oziqlik qiymatidan boshqa hamda sog'lomlik qiymati bor-da buni anandiki buni yakan taraflarda siyodanni sep yoqdi siyodanni yoqsak ham qo'saq to'ydi siyodan degan ko'zni ro'shanlashtirdi Çaşını karaytıdı. Az siyadan yağları sökeydi. Bizim nayda usta, akıllık, nanvay bizim ustazlarımızdaki ustamlarının icadiyatı çoğu bu. Xemirli emas ya, siyadan söküp yanan. Anandaki bizim atış taraflarda bununla zıma. Hani mıştın qo'xshash nurg'unlagan. Hozir taraqqiy qilib bununla zıma yaqsa buniki adamning cho'ng mingsi taraqqiy qilishga foydasi bor ekan. Azık devirlerde bunun içi hem de Kızılgül hep yakımız. Şundak mı? Jürek paydısı var. Pinnis hep yakımız. Aşkazan paydısı var. Yağız hep yakımız. Çoğun mığının terakkatı paydısı var. Bu azı nan, yalğız, qo'saq to'yg'izgan vosita emas, sog'lomlik buyumga aylanib qoldi bu endi. Nanning turlari bekchiq. Nimani yaxshi ko'rsak, hatto tug'ilgan kuningizga muborak, Habibas deb qo'yu degan ashni desang hozir yiqib turdi. Har xil shakl, üzüm, qo'g'in, tavuz, olma, bu shakllar bekchiq. Bu sanab tugitib bo'lmaysiz. Endi bu shaklni biz surishti qilmaylik. Nanning ahmiyati. Nan hech qanday vaqtda hozirgi tarixiy materiallar yoki bo'lmasa ilmiy hozirgi bizning fan texnik materiallar asoslanganda non yeb bir odam og'rib qolgan odamni anglab boqmagan so'z. Shundan darak berganki bu non intayin badanga foydali. Foydali. Adis etganda nashti qilay deb qo'yamiz. Nima uchun polonni o'dil berib yemaysanlar menni? Nima uchun non bilan nashti qilamiz? Chunki oshqozondagi kechichi yig'ilgan achchiq zardab suni shumirib taratlar aydı yutudu. Bu intan çoğun paydısı. Şu an bunu naşlık yiyemiz. Lekin biz nan hiç kim çoğun bilmeydi. Addi nesirek toyuldu bizge. Ama hayatımızda üç vakit ağırlanmayımız. Emniyette en yakın dostumuz, en bunun ahmiyet vermeyen dostumuz da bu. Emniyette hayatımızdan mengü ağırılmaz bir kısmı bu Allah burun. Endi Müslüm Qo'shash taraqqiyotlar jarayonida bugünkidek bizning rahmat analarniki liderlar o'tiradi. Bular jiq izlanibdi. Va mashal ma'lum dedi. Bundan keyingi taraqqiyotni dedi. Endi bu bizning bu nallarimiz hozir bizga tava emas. Bu yemek içmek medeniyeti, Cunhua medeniyetinin bir kısmı. Bu xalqaro alışıyatıdı bu. Addi narsalarimiz xalqaro alışıyatıdı. Chet elniki nurg'ulgan narsalar bizga singib kirganga o'xshash. Hozir hukumatimiz buni ko'ngil bilib sirtlarga chiqyapmiz. Masalan, shunaq perslatimiz kelgusida bunodami yaxshi o'qib ketish mumkin. 10 metr yerni sunmaydigan, suv ichib ketsa yo'linmaydigan, soğukta muzlab qalmaydigan, issiqda buzilib qalmaydigan darajada bu dahshat, buni oliy darajalik yuqori paylikni bo'jonlar bu uchun bu kelgusilik taraqqiyotlar. Bizning maqsadimiz bizning davlatimizning madaniyatlarning biri bo'lgan non madaniyatimizni butun dunyo xalqiga yegizsak, non degan mashtaq narsa ekan, degiz uchun biz tirashyapmiz. Shundaqmi?
Mehmanlar bugün ben alaydı bir mehmanı hem de özem teklif kıldım şu. Nemişka desanglar hem de bu özemninki madak şatkan çağda hizmet deyişem hem de şahsi menfaat mı var mı ya da şu şakırıp dursak bulmaydı. Hem de hemmisini koy çakağım var lekin birden temitip soğuruştak tabi çakırıp dursak pek beyiz oldu ki. Şuna bugün çayxanamga ataydım. Bizden bu şu 10 yıllık hizmet işim boğan. Şundakla savak işim mi boğan? Yani Ali mektepteki mi başlangıç man yeslidiki mi gidip kalmağla. Savak işim boğan. Özünki yanırak nakşılardan başka yana şu Anarxan filmideki Anarxan'a Hakimi Çangcındaki Hakim Hakızgı degenin okşaş şundaq bir qatar dağlıq kinolarga avaz berip tonulgan hem şununki asas nakşılarını etkan bizninki talantlı avaz artisti şundaqlı nakşıçımız bolgan Gülcemal Sabitni mi sizlar için alay taklif qildim bo'ptimi? Bakın. Gülcemal Sabit sarıqdışımız mahkıçan quruq kemmidi bir kağız gaplar bilan boshqa yana lag'mandan sevimiz bo'lmog'iga o'xshash bir sovg'atlar bor-ku. Anlab baqamdoq? Anlayın. Salam, hürmetlik ustazlar. Salam, qayrindaşlar, akılar, hadilar, inilar, singillar, hammanglarning kechliginglar xayrli bo'lsin. Men Səvirdinning savaq deşi, şundaqla xizmat deşi buluş sifatim bilan bugungi bu çay rishtis programmasiga qatnashib o'tiribdiman. O'zim shunday xo'shal. Meni taklif qilganingga rahmat Səvirdin. Rahmat. Aldı bilan seninki mushtirishchanligingning turtkisida çay rishtis programmasininki ro'yobga chiqishiga Türkçe bo'lgan barliq kasbdoshlaring, yaqinda turgan atrofdagi qarindoshlaring, shundaqla hammanglarningki Səvirdinni qo'llab bu yerga kelganinglarga men o'zim nomidan cho'nqur rahmatimni bildiraman. Çay rishtisi programmangning texmi ko'klab, texmi rivojlanishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Muboraklayman. Rahmat. Ondaq bo'lsa, mush ko'pchilikning hurmatiga o'zim yaxshi ko'rgan Seg'insang degan naqshamni olib keldim. Rahmat. Güzel. Sura meni seg'insang, kunlar pura meni seg'insang. Aydın sura meni seg'insang, kunlar pura meni seg'insang. Suyup essa shamal yuzimni, anga qara meni seg'insang. Shamal yüzümni ana qara meni seg'insang. Kelolmading demagin meni, men bu yolg'iz kutaman seni. Anla seg'insang.
çayxanamizdagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, ko'rayotganlar bo'lsa, Şinjan romantik soda cheklik shirkati tajdorligidagi Eran soda cheklik shirkati alayda qo'llagan Canan Pentexnik cheklik shirkati alayda talab qilgan Choy rishtisi programmasi. Alay tügün çegiş hamlar Çay üstüde el buluşkan